Obunachilar, silosimiz boshlandi. Haftaning kuniga juma 27-iyun sanasi 2025-yil. 20 gektar silosimiz sizlarni kutyapti obunachilar. Mana do'stim bilan o'sha yuklab oldik mashinasiga. Dumbullari bilan chiroyli. Maydalab tashladi mana. Endi bu suvli dumbullari qattiq qolmagan. Ketaveradi mana. So'ragan klientlar uchun ittiroq urilyapti. Bo'lmasa pishirib bo'lsa ham bo'ladi buni. Mana. Ko'rasizlar obunachilar. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun arzon narxlarda. Joyga kelib mashinalar yuklab kelsanglar 650 ming so'm. 650 so'mdan 1 kilosi. Mabodo dastavka xizmatlarini nima qilsanglar, kelishsanglar, shu nomerga aloqa qilsanglar, kelishib olasizlar. 20 gektar yeri bilan mana sizlarni kutyapti. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, sizlar bilan Bahromjon bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlari. Har bittasini tashqariga olib chiqolmagan sabab bu qo'ylar katta ekan. Bizni tortib olib qochib ketadigan qo'ylar ekan. Obunachilar Arashan zotdor qo'y so'raganlarga mana sizlar uchun zotdor Arashan qo'y chiqarlarimizni topib qo'ydik. Nari qoradni nimasini bilolmayapti, zotini. Bilganlar kommentariyga yozib qo'yasizlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu qora qo'chqarimizni yoshi 6 yashar ekan. Bunisi 5 yasharli ekan. Nargi necha edi? Nargi 4 yashar, 5 yashar desa ikkosini. 4 yashar, 5 yashardan ekan obunachilar. Qo'ylarimizni ko'ryapsizlar. Yemlanmayotgan qo'ylar dedi tog'a. Yemlab bo'lganman o'sha yerda. Yemlanmayotgan qo'ylar o'tlarni ham ta'sir yeyapti mana. Sog'ligiga gap yo'q. Hamma yo'g'i chiroyli mana qo'chqarlarimiz. Arashan zotdor qo'chqarlardan kerak deb so'raganlarga mana zot olgani zo'r qo'chqarlar. Bu yerda mana tog'amiz o'zi zot olib mana bu yerda bolalarini ham sog'liq qo'ylari ham Arashan, bolalari ham Arashan ekan. Mana shu qo'chqarlardan qochgan qo'ylarimiz mana o'zi tug'ibdi, mana ko'payishdi. Bolalari qanaqa buni tog'a bolalar? Qo'chqa. Ikkosini ham bolasi qo'chqar a? Yo'q, nargisi sog'liq. Nargi sariq sog'liq qo'y. Ha, bunisi qo'chqar ekan. Bu qora qo'chqar mana uning bolalari ekan mana. 3,5 oy bo'ldi tug'ilgan. 3,5 oylik qo'chqarni qaranglar, mana qaranglar. Arashan qo'ylar tez katta bo'lar ekan-da. Zotdor qo'chqarlar. Bular ham umuman yemayotgan qo'ylar. Mana oddiy o'timiz o'zimizda. Uzumni bargi mana. Ko'pchilik so'rayapti Arashan qo'ylarni bolalaridan, sog'liq qo'ylardan zot olgani deyapsizlar. Mana sizlar uchun topib qo'ydik. Har doimgidek tog'amiz. Manzilimiz Andijon viloyati Toshmatov jamoat xo'jaligi. Toshmatov jamoat xo'jaligi Dimitrovda 15-maktabining oldida masjidimiz bor. Masjid ko'tarning oldida shunday kirib kelsanglar tog'ani uyi. Taniganlar, bilganlar kommentariya qoldirib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana chiroyli narxlarda sizlar uchun qilib berar ekan obunachilar. Ko'rasizlar mana bolalari zotdan mashinalar qo'chqarlarning zot olingan mana bolalar ekan mana ikkita. Qolganlar ham hammasi Arashan bu yerda. Hech qanaqa oddiy xashaki qo'ylar yo'q obunachilar. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. Inobatga olib qo'yasizlar. Telefon qilib xashaki qo'ydi narxini aytmanglar. Baqilgan chiroyli qo'ylarimiz mana zot olingani va qassob akalarimizga ham tavsiya qilamiz mana katta qo'ylarimiz mana. Obunachilarimiz bu Arashan qo'ylarimizni narxini 4 milliondan qilib qo'yibdi. Bolasi ham, enasi ham standart 4 milliondan. Oshiq kamini endi u yog'ini o'zingizlar kelishib olasizlar. Enasi 4 million so'm bo'lsa, bolasi ham 4 milliondan kam bor ekan, bolalari ham. Tog'amiz aytdi, shu hech bo'lmasa shuni narxini so'rab qoldik. Qo'chqarlarga narxiga kelsak, telefon orqali aytamiz dedi. Bemalol telefon qilib, shuni ekrandagi nomerlarga aloqa qilsanglar, arzon narxlarda kelishib qolsanglar, nasib bo'lsa, sizlarga bo'lishi mumkin shu qo'ylar. Sog'lik, omonlikda ko'rishguncha har doimgidek sizlar bilan Bahrombek bo'ldi. Borilarga shukr obunachilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlari. Mana bugun 27-iyun sanasi haftaning kuniga juma, hammalarga juma ayyomi muborak bo'lsin. Sog'lik, omonlik tark etmasin. Qo'ldan kelgancha afzallar qilib sizlarga yoritib boramiz. Sizlardan bir donagina like, kommentariya qoldirish bizdan esa xizmat obunachilar. 4,5 milliondan hammasi bir xil shekilli bu ya. To'xtating. Kichigi bu, kattalari ham bor ichida. 80 ekan bo'yi, 80 sm ekan obunachilar. Mana shu qorasining bo'yi 80 ekan, mo'larcha balandroq ekan, 93-94 chiqsa kerak uni olib. 4,5 milliondan baraka o'tkazib.
Qo'y narxlari qanaqa? Aka ko'tarilgan, tushganmi? Qo'y seroblashyapti. Ko'payishyapti, mol arzonlashib ketdi shekilli. Bir kun oldin somon prinslarimizni, bug'doylarimizni narxlarini so'raymiz deb poliyaga tushdik. Torg'izlar necha pul olib ketdi aka? Kattasi necha pul ash bitta? Narx necha puldan kilosiga sotyapsizmi? Ha shunga, mana kattasi 25 so'rayapti akamiz. Torg'izlar ham arzonlab ketibdi. Bizda ham pishibdi uje mana, yanvarda oldida bitta poliyaga ekkan ekan akalarimiz, Namanganlik akalarimizni o'zimizga pishibdi torg'izlar ham. Dehqonchilik ekan bu yer. Xo'p, xullas shu press sotiladi, bug'doy sotiladi deb bir qator obzor qilamiz deb obzorga tushsak, akamiz nomerlarni o'chirib olibdi, ko'pchilik biladi. Menga telefon qilib nimaga o'chirgan nomerni qo'yasiz dedi. Men obzordagi bo'laman akalar, obunachilarimiz. Qo'y desa qo'yib qo'yaman-da shu. Endi nomer o'chirib olmasligi endi meni nimam emas u. Xizmatimda emas u. Shuni bir qator inobatga olib qo'ylar. Qo'chqarlar, juniyan, rosa chiroyli. Necha pul oldi? Ikki aka? 64 ming. 64 ming. Necha kilo chiqdi? Ha, endi. Aytpasa ko'rinib qolsa aka. 64 mingdan shu voy bersa ketibdi. Ko'rib aylanarlar. Necha pul bu yana bola qo'ylar? 12 million to'rasiya. Qo'chqarim bolalar. Necha pul qilishdi bermadi? 12 qilishdi? 12 million kam bo'libdi, 12 qilibdimi? Ha. Necha pul turdi hozirda? 9,5 qilyapti. Bermayapsizlar, ha? Bolalar qanaqa? Ko'rsam Million deb bolalar 2 oy ham sog'liq. Aha. Ammo sifat so'rasha. Enalari harasham bolalar sog'liq ekan oxirgi sifat. 12 million so'm kam bor ekan, 9,5 million qilishyapti ekan, bermayapti ekan. Qo'yishdi bozor. 3 ta soliq qo'yimiz 6 million 600 ga baraka bo'lsin. Qo'ylarni qaranglar. Yetmiş ekan pastı boyu. Nima 70 ekan? Boyu mana olsin. Ha, Boyu 6 million 600 ga baraka bo'lsin. 70 cm ikosini bo'yi nargicha kichkinaroq ekan. 67 ga borar ekan. Zo'r o'ptoma, sog'liq qo'ylar. Juma mol bozori. Nima bu hayvonlar? Vafsha oz a? Aka necha pul olib ketdi? Bozor so'ramayaptimi? 10,5 oldi. Oldingizmi? To'xtaychi, mana bo'yini o'lchab qo'ychi. Mahkam ushlash iloji bormi aka? 10,5 millionga baraka bo'lgan novosimiz. Bo'ldi. 92 cm bo'yi bilan 10,5 millionga baraka bo'lib topiladilar novosda. Yosh ko'chat novosimiz. Zo'ra 92 bo'yi bilan. Uni necha pul qilishyapti buni aka? Assalomu alaykum. Bo'lmisiz? Endi keldi. Uni ajinmi bular novos? Novosdan. Qancha million kam bor deyapsiz aka? 30 kami bor. 30? Shvedda ekanda bular? Yo'q, sen chorva. Chorva, toza shvedlar ekan 30 million kam bor deyapti obunachilar. Bozorga kech qolib ketdi, hali narx so'rashmabdi. Bu yerda ham novoslar bor ekan. Orqadan bir qator uchosini bo'yi salkina bir xil ekan. Mononisi asosiysicha balandroq ekan, ikkosi bir xil ekan bo'yi. Necha pul olib ketgan? Aka qancha narx qilishdi buni? 1,12 ga qadar qilyapti. 99 bo'yi bilan ekan, salkam 1 metr bo'yi bilan obunachilar. Mana novoslarimiz где-то 97 yo 96 atrofida. 11,5 10 ga qadayapti deyapti. 11,5 11 ga qadayapti deyapti, bermayapti. Qo'shilsa beraverar ekan. Bo'yi 99, salkam 1 ekan. Novos qancha qilishdi aka? 11 berdi. 11 bermayapsiz. Necha pulni kam bor o'zi? 10 necha. Bo'yi 1 metr ekan uni. Obunachilar 1 metrda mana novosimiz, mana 2 3 ta novos salkam 1 xil ekan. Mana chapasini bir xil bo'yi bilan ekan, 1 metrdan ekan obunachilar. 11 milliondan qilyapti ekan, bermayapti ekan novoslarimizni. Endi mana novosimiz sifatroq boshqacha bo'lsa. Qancha qilishdi aka buni? Har xil so'rayapti. Oxirgi narx necha pul bo'ldi? 10 million.
qancha? 10 million 10 so'rayapti. million. 13 eling deydi. Bir ekan. Bir bo'y bilan 10 million qilishdi bermayapti obunachilar. Qo'shilsa beraverar ekan xolos. Aka qancha so'radi bunga? Jizzaxlarda aylanib keldik aka. Biri 5 ming, biri 5 ekan bu ya. O'zida Qalliroq tumanida aka. Nech pul qildi aka uni? To'g'risi dadil savdosi bo'lgan yo'q. Ha ha. 18 kam bor deyapti. 18 million kam bor ha. Bozorlarning ustisi obunachilar 18 million kam bor ekan, hali narx qilishmabdi. Endi kelibdi akamiz. Kech qolibdi-da menga o'xshab. Telefon nomerni qoldirib qo'yaylik. 97lik Ha. 573 4110. Akamizga aloqa chiqasizlar obunachilar, xudo xolasa. Yeb ichishiga, salomatligiga zo'r ekan deyapti. Mashit tog'a mendan qochib yuribdi deymi? Baribir o'shamizni ikkitani ovosimiz. Jipiga nech pul so'radi tog'a? So'ramas. O'zi nech pul deyapsiz? 27 deyapti. 27 million kam bor ekan, hali so'ramabdi obunachilar jipiga. Qora novosimiz qancha qildi aka? 12,5 ga bermaysizmi? Tuzimsiz, charchamaysizmi? Bo'yin o'lchasa qochib bermaydimi? Bir 10 ekan bu. Bir 10 bo'yi bilan obunachilar 12,5 million qilishdi bermabdi. Mana buni olasiz. Qancha baraka bo'ldi ekan bu? Aka qancha baraka bo'ldi? 22 deyapti. Ha, hali sotilmadimi? 9,5 yo'q. Qanchaga? 19,5. Hozir aka bir minut. Bash bo'yi mashqdan. Santimetrni bilammi? Ha, 1.23. Lazerli metrda aka. Va net pul oldi? 19,5 millionga obunachilar. 1 metr obunachilar. 23 santimetr. 19,5 millionga baraka bo'lgan novosimiz. Jaraqida katta novosimiz baraka bo'libdi mashq mana. Ko'rasizlar. 19,5 millionga. Bu qancha so'rayapti aka? Assalomu alaykum. Siz nech pul qilishdi oxirini? 18 million. 18 million qilishdi. 19 ham beribdi, bermayapti. 25 kam bor deyapti shekilli o'z akamiz. Qovoq vashshi sog'lim qo'y. Ha, bu xurkimaydimi bu? Buru 22 ekan. Obunachilar buru 22. Buru 26 ekan, salkam buru 22 bo'y bilan ekan obunachilar. Novosimiz. 19 millionga berilmayapti ekan. Qo'shilsa beraverar ekan. Sifatiga e'tibor bering. Sifatiga Reklamalar qanchaga nima bo'lyapti? ha, nomerlarni bitta bo'lamiz ekan. 24 millionga bermayapti obunachilar. Buru 27 bo'yi bilan. Buru 27. Buru 27 bo'yi bilan 24 millionga bermayapti obunachilar. Semizligi o'ta baquvvat mana ko'rasizlar. Oma dadal novos ekan. Chotki. Mana ot kim ekan? O ko'zi chiroyli ekan ot, qaranglar. Kipriklar oppoq ekan. Shunaqa gaplar obunachilar.
27 bo'yi bilan novvosimiz 24 millionga berilmayapti. Qo'shilsa beraverar ekan. Novvoslarga yakun yasab obunachilar. Assalomu alaykum. Hunarchi narxlariga boshlab oldik endi. Bo'yi bilan hunarchimiz. Aka qancha qo'yishdi oxirgi narx tuzimsiz? 16 milliondan. Yo'q, olmay. Chiqaman deyapti, bitta chiqarmay ikkita mashina. Chiqmayman desa ololman-da, 1.25 bo'yi bilan 16 million so'm pul qo'yapti. Ayting. Jalag'ida bozorda elbir ochon. Keyingi safar nima qilib yurmasin aka, haydab bermasin. 16 millionga kiritdi, 1.24 bo'yi bilan olmoqchilar. Mashinalar qanchadan kiryapti aka? Bu yoqda nima qilyapti? O'z necha puldan deyapsizlar aka? Qarasi 11 million 600 million pul ekan. Mana qarami? 11 million 600 ga qora olinib obunachilar. Mashina ham chiroyli, sifatli, zo'r. Olimjon aka hoji sotib turadi. Pul sanash bilan o'ra. O'chib qolyapti. Zaryadi ham tugab qoldi. 1.15, 1.20 bo'yi bilan aka obunachilar. 1.13 bo'yi bilan aka obunachilar zo'r o'lchab oldik. Narga 1 metr bo'lsa kerak, narga birdan oshiqroq 1.5 bo'lsa kerak. 11 million 600 ga olingan hunarchimiz. 7 million 700 1.12 bo'yi bilan. Zo'r narxda obunachilar. bular Angliya. Bu yoshi qancha kiryapti? Yosh aka? Yoshi qancha kiryapti? Yoshi. O'roq, tushunarli. 6 oy. 6 oylik necha pulga kirdi? 17. 6 oylik hunarchimiz 10 million 700 ga berilyapti ekan. Oylargacha so'raymiz endi. Bo'yi ham nima, lazerni urvinimiz tugab qoldi. Lazerni metrimiz. Bozor nima edi? Vodiydan safar. Vodiydan safar. Aka necha pul bo'lyapti? 5 puldan so'rashyapti. Bu sariqqa 5,5 million so'rayapti. 6 ga ham bermayman deyapti. Yuqoriroq aka obunachilar. Og'a necha pul qilyapsiz bermayapti? Siz olmayapti. 13 million 600. Yaxshi narx qo'yibmi? 13 million 600 qilyapti ekan, bermayapti ekan. Qo'shilsa beraverar ekan, ammo sifati ham yaxshi ekan. Bu hali mollardan katta bo'ladiganlar shekilliga tog'a. Qarodasi boshqacharoq buni. Ha, sifati bo'ladi. Aslida oyoq qo'lidan bilinib turibdi o'zi bo'ylaridan. 13 million 600 yaqibdi, bermayapti ekan. Qo'shilsa beraverar ekan obunachilar shu hunarchimizga. Qancha qilishdi aka? 14 million berishyapti ekan, bermayapti ekan. Qo'shilsa beraverar ekan obunachilar. Uzunligi ham, orqasidan sifatiga ham ko'ryapsizlar. Qo'shilib qolsa beraverar ekan 14 millionga. Nega? 17 million 500. Bolasi novvoschi shekilli. Novvosmi bolasi? Hunarchin ekan bolasi. 17 million qilishyapti ekan. Birinchi bolasi shekilliga? Birinchi bolasimi? Ikkinchi bolasi ekan. Obunachilar 17 million qilishyapti ekan, bermayapti ekan. Qo'shilsa beraveradi. 100 so'm so'rashyapti. Bozorda shunaqada.
14 milyon 100 ga chiqdi buni ajin. 14,5 milyonga qadaydi shekilli. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha qilishdi aka buni? 9 milyon. 9 milyonga bermayapsiz. 9 milyonga bermayapsiz. Senin babalarına bir boyun koyup koyar. Bir ekan aka rovna. 1 metr ekan bu. Bo'y o'lchama. 10 milyonga beraveraman deyapti. Bo'y 1 metr ekan yosh qunajinda. Aka qancha qildi buni? Berishlar, so'ravering. Necha pul deyapsiz? Arjasi 14 deyapmiz. 14 milyon kam bor ekan. Ammo kichkina bo'lsa ham semiz ekan. 14 milyon so'm kam bor deyapti. Bozor qilayotganda narx bir 11 bilan 12 ning orasida. Mana da syomka qilamiz aka. Assalomu alaykum. Aka buni 8 milyon so'rashyapti. Hech pulga qadaymiz endi buni. Bir bo'lsa kerak-a bu. Asha birga borib bormayotgan. 98, 97 chiqyapti. 8 milyon qilyapti, bermayapti. 9 atrofida berib olar ekan obunachilar. Hurmatli obunachilar, onajin narxlariga ham yakunlasaymiz. Yana bola sigir ashi bitta chiqibdi. Boshqa chiqmabdi shekilli, hozir bir qator ko'raylikchi, narx o'tib aylanaylikchi. 14 milyon 900, 12 milyon 900 ga olingan ekan. Shvedni o'g'isi ekan. Shved. Nomer adin ekan, bozor bo'yicha kichkinasi. Bitta yagona chiqdi o'zi. Mana qo'y. Tolaman bo'lib oxiri tortishib Tolaman bo'lib olindi. So'roqdi. Vosh, ab chiqmaydi u. Katta xunajinlardan ham qimmat novoz. Ha, bo'lmasam parodasi pul oldi bu. Sifatga. Sifatga ekanda bu. Mana tog'am bozorlar bersin, nasib qilsin sizlarga. Ayg'ir otimizni hozirgina baraka qilib qo'yibdi. 10,5 millionga. Ammo zo'r. Qo'y. Qanqali. Obunachilar shunaqa gaplar. Ayg'ir toyimiz 10,5 millionga baraka olib ketdi. Chiroyli ekan, yuvoshgina. Jalaquduq hayvon bozorida. Siz olib qo'ydingizmi endi? 10,5 millionga olingan toyimiz o'sha bittasi kelib 11 million beraman, ber deyapti. Bermayapti lekin. Qo'ydan ham yuvosh bu. Men desam Ammo gap yo'q. Toyimiz. Shunaqa gaplar obunachilar. Yurishlarni ko'ryapsizlarmi? Bu 10,5 millionga baraka bo'ldi. Qayda sizdan haqida joyda otdan chiqadi. Ishi ham qo'ydi. Yaxshi ot ekan, ammo sifati zo'r ekan. 10,5 millionga baraka bo'libdi-da. Aka, qimmat ayta olmayman jalaqidullarga. 37 ga beramiz aka. 37 ga nechinchi tug'ma? O ko'rib qo'yingchi aka. Ikkinchi bolasi. 4 kurak. 4 kurak. Zo'r. Ikkinchi bolasi ekan obunachilar. 12 litr suti bilan bolasi xunajina, novoz. Bolasi novoz ekan mana. 37 million so'm kam bor ekan ena bola sigirlarda. Tishlarini ham ko'rib oldilar, tushungan, tushunadi, tushunmagan tushunmaydi. Telefon nomerda ayting aka. 90li. 90li 771 aha 3848. Ikamiz aloqaga chiqarasizlar obunachilar. Dastlabki xizmatlari bilan ichida qilib beradi. Mana Jalaquduq Qo'rg'ontepa territoriya bo'lsa. Bekarga telefon qilib kelishib narxini ko'rasizlar. 5 milliondan kam bormi? 5 milliondan kam bor ekan soliq qo'ylarimizda. Ehsonga so'ylardan qo'ylar ham. Chiroyli ekan, sifati ham yaxshi. Bular aka nechtadan tuqqan endi bular aka? 4 yashar, 5 yashar. Ha, 4 yashar, 5 yashar qo'ylar ekan obunachilar. Mayli aka bozorni bersin. Tog'a yana bola qo'ylar qanchadan olib ketdi? Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisizlar? 5,5 million. 5,5 million so'mdan 6 million so'mdan kam bor ekan obunachilar. 5,5 million so'mdan menimcha soliq qo'ylar o'sa.
Qo'chqarlar 6 milliondan deyapti, yana bola qo'ylar. Bu qo'zichalarni to'g'rilar necha pul bo'lib ketdi aka? Bizimsiz? Necha pul emas, mana shu eng kichkina. 1,5 qilyapti. Qo'chqarlar bular. 1,5 milliondan bermayapsizmi? Qo'ylarimiz 1,5 million so'mdan deyishyapti. O'zi o'tga kirib qolgan qo'ylarimiz bermayapti ekan. Qo'shilsa beraverar ekan, xudo xolasa. Yo, hormanglar akalar, bu to'g'li qo'ylarni necha pul bo'lib ketdi qo'chqarlar? 2 milliondan kam bor. 2 milliondan kam bor ekan. Mashg'ulotlarni olish shunaqa yengilmasanglar, dumbalar ham o'ta cho'tki tashlaydi. Chunki bu hali adirda o'tga to'ymay yurgan qo'ylarda. Biz hali yemlarimizni ko'rib xursandchiligidan semirib nolib ketadi. Baquvvat bo'lib ketadi. Odamzod ham olsa, ozisa rosa go'sht yesa, boshqa narsa qilsa semirib ketadi-yu. Qo'ylar endi odamzodga tenglashtirib bo'lmaydi hech qachon. Shunaqa gaplar o'ynashlar. Olib mahnaqa qo'ylarni baxsanglar, xudo olsa zo'r foyda bo'lardi. Ko'pchilik mahnaqa qo'ylar olar ekan. Mahal bozorlar bersin aka. 40. 40 mingtagi. Assalomu alaykum, tog'a, yaxshimisiz? Bozor o'lyaptimi? Charchamayapsizmi? Bo'lyapti. Sizmi bozor aka? Necha puldan o'tib ketdi? Mashq qo'zimiz necha pul qilishdi aka? To'rovni qildim. To'rovni, ha. 9 ga qo'chqar nechta qo'chqar? Ikkita qo'chqar, ikkita soliq. Ikkita soliq. Mana ikkita soliq ekan, obunachi. Nari ikkovi qo'chqar ekan. 9 million qilibdi, bermayapti. 9 million ustiga qo'shilsa beraverar ekan. Baraka bo'lgani qaysi aka? Baraka bo'lgani. Yo'q, Necha puldan aka? Necha puldan kam bor ekan, tog'a? Necha puldan kam bor? 3 ta. 3 ta qo'chqarmi hammasi? Ha. Hammasi qo'chqar ekan, 3 milliondan kam bor ekan. Kattalar 3 million, mana kichkinalar necha puli? Mana ular. Aytyapsiz-da. Optim, ha, optim bir xil. Qo'yiq suyuq 3 milliondan deyapti. Bu yana bola qo'y necha pul olib ketdi? Yana bola qo'y. Yana bola emas. Yana bola emasmi? Aka, bu necha pul qilishdi mashina? 18. 18. Soliqmi bu? 1 million 800 qilyapti. Shu soliq qo'yimiz. Bermayapti ekan. Buchi kattasi-chi? Kattasini 42. 4 million 200 kattasini. To'ylarga bo'laveradi, so'ygan, zo'r ekan. Sariqlarmi? Necha puldan? Qarilar 3 milliondan. 3 million qo'chqara bular, ha? 3 milliondan mashg'ullarimiz bor. Necha pul? 3 million 100. Ha, monami? Mana qo'chqarimiz 3 million 100 o'tdi. Mana sariqlar 3 tasi 3 milliondan bo'ldi. Bozor shunaqa narxda obunachilar, qo'chqarlarimiz. Hurmatli obunachilar, uyda ozgina ishlarimiz chiqib qopti. Qo'ldan kelgancha arzor qildik. Sog'lik omonlikda ko'rishguncha bor bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan har doimgidek Bahromjon bo'ldi. Borilarga shukr obunachilar.